Xo'p, yana nimaga ketgandik? Ha, esladim. Anavi buvang haliyam tirikmi? Ha, tirik. Kechagina qo'lidan oshib kelganman. Yo'q-e. Sanamayapsan. Lekin kech tushib qopti-da, menimcha uyga borib uxlashim kerak. Ertalab 9lardami menikiga mehmonga o'tmaysanmi? Bir pitssami, nimadir yerdik. Mayli, o'taman. Ha? Mayli bo'lmasam, ertaga men seni ertalab 9 da kutaman. Kech qolma. Kinoni o'tkazib yuboramiz bo'lmasam. Ha, mayli, bo'pti bo'lmasam. Mayli. Hop, endi uyga borishim kerak. Endi namcha qorong'i tushib ketdi. Mayli. Ertaga senga juda ham og'ir kun bo'ladi. Ha, juda ham og'ir kun. Vaqtim bo'lib qolibdi. Ertaning kuni uyga tezroq borishim kerak. Bitta gamburger oldim. Balki kola ham olib olsam-mikina. Mayli, boraveraychi, bir gap bo'lar. Mana endi kiramiz. Manimcha mana shu uyda. Qo'y, Jitel. Menga yordam bera olasanmi? Kim bo'ldi? Sizga nima kerak? Iltimos, yordam bera olasanmi? Yordam. Shoshilayotganimda. Mayli, yordam beraman. Nima qilish kerak? Orqamdagi podvaldan narsalarni olib chiqish kerak. Narsalar? Mayli. Qaysi podvalda? Mana qo'yat seni ushladim. Endi seni yo sotib yuborsam bo'ladi yoki go'shtlaringni bitta qo'yib bo'ladi. Tushunyapsanmi? Axir men manyakman. Bu yerdan seni hech kim topa olmaydi. Barchaga salom obunachilar, tushimsizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Niko. Obunachilar, xullas bugungi yangi qishloq videoyimizga xush kelibsizlar. Yeb ichishga oldinglarga narsalar olib kelinglar, chunki bugungi videoyimiz juda ham qiziqarli bo'ladi va sizlarga yoqimli ishtaha maysa boshladim. Hop. Kechagi anaqadan videodan ko'rishingiz mumkin. Men hozirgi uyimga bitta mehmon keladi, Jitel. Ana o'shaning uchun pitsa, shunga o'xshash narsalarni olib kelishim kerak. Va menga albatta firmamga qarab olaman birinchi navbatda. Mana bu kim bo'ldi? Mayli, e'tibor bermaymiz. Qo'shnimiz bo'lsa kerak. Orqasida qandaydir bir eshik turibdi. Mayli, e'tibor bermaymiz. Biz shunchaki narsalarimizni ekib olamiz va tamom. Firmamizga qaraymiz va bo'ldi. Obunachilar, o'zingizlar yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Nima gaplar? Bu meni yangi kanalim va bu kanalni ham tezroq 5000 obunachi qilib qo'yish kerak. Va let's go keyin. Okay, ekib tashlaymiz mana qilib. Bularga menimcha hozircha tegmagan ma'qul. Hali bular o'smagan. Yaxshi, endi bularni sotib kelamiz. Obunachilar, video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Okay, biza avvalambor mana sabzavotlarni, ya'ni kartoshka, sabzi va somonni sotib olishimiz kerak, ya'ni pul qilib olishimiz kerak. Undan keyin bo'lsa narsalar olamiz va uyga qaytsak ham bo'ladi. Okay, jana bo'lmasa sizlarga qishloqni ozgina ko'rsataman. Ko'rsatib ham o'taman. Aytgancha bizga nimalar kerak? Bizga hozircha bu kerak emas. Bizga ikkita non kerak, albatta yegani va mana bu yerdan davay tort, hamburger, chunki pitsa bor ekan, mayli, pitsa ketmaydi. Hop, ikkita muzqaymoq olsam bo'ladi. Bunaqa issiqda yeyish uchun albatta. Va mana bunaqa tortdan va bitta kofe. Okay, pulimiz qolmadi va bo'ldi, mana shu narsalar yetadi. Okay, endi bu narsalarni hozircha mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va bular hozir bizga kerak emas. Va bo'ldi. Obunachilar, kelinglar, sizlarga anaqani ko'rsataman. Voy. Aytgancha soat 9 bo'pti. Ana Jitel qani? Tushunmadim, obunachilar, ana Jitel meni uyimga mehmonga kelishi kerak edi, lekin qani? Mana bu yerda qandaydir bir Jitel turibdi. Bir g'alati. Mayli, u kim o'zi? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Men umuman tushunmayman. Las, mayli.
Uyga borib ko'raylikchi, shu juda ham shubhali. Mana bu yerda fermerimiz ishlayapti. Mayli, bu uy emas edi. Shitel, shu yerdamisan? Taq. Oy. Ishini och shu yerda bo'lsang. Voy, eshik ochiq ekan. Voy. Shitel, tepadamisan? Voy, yo'q. Voy, Shitel uyda emas, obunachilar qayerda ekan-a? Palakat. Hammadan so'rab chiqaychi. Avvalambor politsiya anaqasiga, idorasiga boramiz. Mana bu kim bo'ldi? Mayli. Janob, yaxshimisiz? Xullas, qishloqda bitta Shitel yo'qolib qoldi. Uni ko'rmadinglarmi? Yo'q, biz faqat jinoiy ishlar bilan shug'ullanamiz. U ham jinoiy yo'qolib qolgan. Qiziqmas. Top bering bo'lmasa dalillarni, hamma narsani. Dalillar bilmayman-da, mayli sizlar yordam bermasanglar kerak. Obunachilar kelinglar, mana Folbindan so'raymiz. Voy, yaxshimisiz? Folbin? Yaxshi, senga nima kerak? Mana bu uyda yashaydigan do'stim ko'rmaysizmi? Yo'q, ko'rmadim. Bor Toshinter. Xohlasang, kelajagini bashorat qilib berishim mumkin. Sana 2 yildan keyin. Oho. Bo'ldi, shart emas. Bosh sog'irib bor. U aytgancha, mana bu yerda kimlar? Karta o'ynayapsizlarmi? Ha, bor Toshinter, yo'qmayapsan. Manmi? Xo'p. Bu yerga sizlar bilan karta o'ynagani kelmadim. Mana shunchaki bitta do'stim yo'qolib qoldi. Uni ko'rmadinglarmi? Ana u kichkina uychalarda yashaydi. Oxirgidan bitta oldingi. Yo'q, ko'rmadik. Bor Toshinter. Qaysi karta yurayapsan? Tuzmi? Ho, yedingmi? Mayli. Bular aniq bilmasa kerak, chunki bular bu yerdan emas. Mana bu Jitellardan so'rab ko'ramiz. Jitellar, yaxshimisizlar? Ha, nima kerak-ki? Xullas, mana bu ana uyni o'zinglar qo'shninglar, o'sha Jitel yo'qolib qoldi. Topolmayman hech qayerdan. Sizlar ko'rmadinglarmi? Yo'q, vasitkadan ko'rdik. Ha. Bo'pti, hazırlashdim. Ko'rganimiz yo'q biz ham. Yo'q. Mayli. Fermerdan so'rab ko'ramiz, voy. Aka, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom, nima kerak senga? Xullas, mana ana u yerda yashaydigan bitta do'stim yo'qolib qoldi. Siz ko'rmadingizmi? Yo'q, ukam, men bu qishloqda yashayman. Keyin men nima desam bo'ladi? Ish bilan bandman. Bor Toshinter nima haqida gapiryapsan o'zi? Mayli. Voy, tamcha. Mayli. Mer bilarmikan? Mer. Obunachilar, kelinglar. Men sizlarga Qobil bozorsin qovlagandan tanishtiraman. Qobil bozorchi. Aka, yaxshimisiz? Niko, yaxshimisan? Ha, bu yerga yangi ochibsiz narsalarni. Ha, nima kerak senga? Menda sabzi bor, kartoshka, sholg'om, hamma narsa, bolgarskiy ham bor. Nima kerak? Non ham bor даже. To'g'risini aytsam, siz oldingizga mana bu emasmi? Bozordan olib keldim narsalarni. Bugun hozir tushirayotgan edim. Nima bilan kelding? To'g'risini aytsam, bu yerga narsa olgani kelmadim. Mana ana u yerdagi bitta do'stim bor. O'shani ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Lekin mana bu uyning orqa tomonidan juda ham g'alati shovqinlar kelib yotibdi. Lekin ko'rmadim. Mayli aka. Yana qayerlardan so'rab ko'rishim mumkin? Mana bu oldindagi sartaroshxonadan so'rab ko'r. Mana shumi? Ha, ichto'nlar u. Kaskatganlar lekin ehtiyot bo'l. Mayli. What the hell? Nima bu? Voy, sochlarini obunachilar.
Yo-mayo, XX Tentaksiyonga o'xshab qolibdi. Aka, yaxshimisiz? Nima kerak senga? Mana u yerda bitta do'stim yo'qolib qoldi. Xullas, ko'rmadinglarmi sizlar ham? Yo'q, ko'rmadik. Lekin ana uyda oldi tomonda qandaydir bir shovqinlar kelib yotibdi allab beri. Uni shima ko'rmadingmi sen? Mayli, voy. Bo'pti, ishlaringga omad, sochlaringga ham. Ketdim-ma. Yana kimdan so'ramadim obunachilar? Yana kimdan so'ra? Mayli, bundan so'rab ko'ramiz. Shetel, yaxshimisan? Nima kerak senga? Voy, qizishma. Men shunchaki ana uydagi bitta do'stim bor edi. U bugun hozir 9:30 bo'libdi, soat 9da meniki mehmonga kelish kerak edi. Topolmayman. Qachon topsam bo'ladi? Sen ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Bo'ldi, siz bu yoqdan ket. Yo'qmayapsan вообще. Mayli. Ketaman. Qanday? Bu yerdan qandaydir bir ovoz kelyapti. Sen bilmaysanmi? Ket bu yerdan, ey. Yo'qmayapsan вообще. Ovoz kelyapti. Mayli. Bo'pti bo'lmasam. Obunachilar, xuddiki mana bu anaqani himoya qilayotganga o'xshaydi. Nima deydi? Pastki podvalni. Menimcha podvalda nimadir bor. Balkim bu meni do'stimni ana o'sha yerga qulflab qo'ygandir. Nima maqsadda bilmadim, lekin mayli, kechqurun u uxlayotgan paytda tushib ko'raman. Menimcha nima qilmasam bo'lmaydi. Uxlayotganda tushib ko'raman-da. Okey, bo'lmasam hozir obunachilar, menimcha kutishimga to'g'ri keladi. Chunki bu hozir bu yerdan ketmaydi, keyin qo'lida pichoqlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozir shunchaki o'tiraman, hech narsani bilmaganday. Menimcha do'stimning ovozi edi, u baqirgan. Mayli, hozir shunchaki o'tiramiz. Okey. Obunachilar, va nihoyat tun bo'ldi. Hozir soat kechqurungi 10 va hozir menda ayni payti shetellar hozirda uxlashadi. Xo'p, menga nimalar kerak bo'ladi? Menga qilich va zajgalka. Buni yo'q, zajgalka emas. Menda kirka bor, uni o'rniga yaxshiroq. Mayli bo'lmasam. Gamburger ham olib olishimiz mumkin. Har ehtimol. Yo'q, mayli. Nishlar. Va nihoyat ketdik. Sekin tushamiz. Menimcha hamma uxlayapti. Hop. Voy, sekin. Uxlayapti-kan. Shidel, ovoz chiqarma. Qonib ketadi. Yo'ldan tezroq ketishimiz kerak. Men seni qutqaraman. Va bunga politsiya chaqirishim ham kerak. Okey. Jetel, xavotir olma, endi sen anaqadasan. Bu Jetelga politsiya politsiya chaqirishim kerakmi? Mana shu yerda turib tur. Allo. Hali telefon qilmadim. 911. Okey. Allo. Bu politsiyami? Xo'p. Sizga qanday yordam bera olaman? Zudlik bilan hozirda 13-qishloqqa politsiya kerak. Bu yerda nima desam bo'ladi? Odam o'g'irlashmi, shunday narsa sodir bo'ldi. Tezroq kelinglar. Xo'p, hozir 5 daqiqada yetib boramiz. Rahmat senga, Niko. Shunday qotil va yovuz malakni topib berganing uchun senga kattakon rahmat. Xo'p, senga chindan ham kattakon rahmat. Bu bola juda ham zo'r ekan. Kim bu o'zi? Siz taniysizmi? Meni ishchim va do'stim bo'ladi. Zo'r ishlading, barakalla. Senga medal topshirish kerak. Qo'ysangchi. Mayli, bo'lmasam, mana hozir kelaman, shundoq. Maylimi? Ha, bemalol. Jetel, yaxshimisan? Ha, Niko, sen bo'lmaganingda allaqachon o'lib ketardim. To'g'risini aytsam, hech qisi yo'q. Bu shunchaki do'stlik.
Do'stlik burchi desa ham bo'ladi. Mayli bo'lmasam uyingga bora qol. Ha, boraman. Ertaga uyga o'taman agar hech qanaqa maneklar bo'lmasa. Ha, mayli, o'taver. Bo'pti bo'lmasam men hozir kelaman. Aha. Obunachlar xullas bugungi videorolikimizda shulardan iborat edi. Mana ko'rdinglar. Shahar va qishloq, umuman olganda butun dunyo qidirib yurgan, butun dunyo emas, shu shahar va qishloq qidirib yurgan bir yovuz maniakni qo'lga olishga harakat qildim va oldim ham. Va bugungi video shu bilan tugadi. Hammasi yaxshilik bilan tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Hammaga xayr.